Serqirra daho. Albert Einstein. Olamning eng buyuk aql egalari qatoridan joy olgan inson haqida ajoyib kitob. Bugun biz 20-asrning eng buyuk olimlaridan biri, ilm-fan olamida inqilob qilgan daho Albert Einstein haqida hikoya qiluvchi Serqirra daho kitobini siz bolajonlar uchun tavsiya etmoqchimiz. Nisbiylik nazariyasi, vaqt va fazo sirlarini ochgan bu daho qanday yashagan? Uning g'oyalari bugungi dunyoni qanday shakllantirdi? Sirli ilmiy kashfiyotlar va daho hayotining kutilmagan qirralari shu kitobda jamlangan. Mufakkir Albert Einstein bu shunchaki fizik emas. U olamni yangi nuqtai nazardan tushunishga undagan inson. Zamonaviy ilm-fanning ustunlarini belgilab bergan ulug' mutafakkir. Bu kitob sizni qanday sirlarga oshno etadi? Einstein bolaligida qanday edi? Matematikaga mehr qo'yishi, ta'lim jarayoni va yoshlikdagi ilk ilmiy izlanishlari haqida bilib olasiz. Nisbiylik nazariyasi qanday tug'ilgan? Oddiy odamlar tushunishi qiyin bo'lgan bu g'oya aslida qanday ishlaydi? Zamonaviy ilm-fanda Einstein merosi, uning nazariyalari bugungi texnologiyalar va ilmiy kashfiyotlarga qanday ta'sir ko'rsatdi? Daho shaxs sifatida oddiy, kamtar, lekin g'ayrioddiy tafakkur egasi bo'lgan Einsteinning hayoti, qiziqishlari va insoniy fazilatlari haqida qiziqarli ma'lumotlar. Einstein ilm-fan, ijod va tafakkur erkinligi haqida ko'plab fikrlar bildirgan. U shunday degan edi: tasavvur bilimdan muhimroqdir, chunki bilim cheklangan, tasavvur esa butun olamni qamrab olishi mumkin. Kitobni o'qing, ilm-fan olamiga sho'ng'ing, katta kashfiyotlar sari birinchi qadamni qo'ying. Bu kitob aynan shunday qiziquvchan qalblar uchun yozilgan. O'qing, o'rganing, hayratlaning. Biz tavsiya etamiz.